Assalamu alaykum omaq balalar, yaxshi tutdinglarmi? Bugungi o'qiydigan kitobimizning ismi Ko'rinmas uvoq targuchi. Avtori Osmonjon Muhammad. Leopold ana av yerda av chamrak bo'lib xushal o'ynayotgan omaq qizlarning yonida turdi. Uni ko'ra oldingizmi? Yo'q, siz uni albatta ko'ra olmaysiz. Chunki Leopold ko'rinmas pil, ya'ni ko'rinmas uvoq targuchi. Siz uning keynida turgan narsalarni xuddi deriz aynikining sirtidagi narsalarni ko'ra olgandekla ko'ra olasiz. Navada siz astoydil qarasangiz, uning oyoq izini aniq ko'ra olasiz. Leopold hamisha boshqalar pechiniga vaqtda ular yegan pechinining uvoqlarini terib olish uchun saqlab turdi ekan. Bir kuni u nihoyat uzun saqlabdi. Bir saqchi o'tib ketibdi. Bir ot minib olgan odam o'tib ketibdi. Bir poyezmo gudigini chalgan beti o'tib ketibdi. Ammo birmi odam pechini uvog'ini tashlamabdi. Arqadilla Zahra ketdi. Uning bir oldi tishi tushib qamoq bo'lib qolgan ekan. U qo'lida bir dal qishliq mo'g'u tamlik, ya'ni gumbamadek tamlik pechinini mazza qilib yeb mengibdi. Pechin uvoqlari uning tishining qovoq yeridan yerga xuddi qordek to'kilishga boshlabdi. Buni ko'rgan Leopold uning keynidan agishib mengibdi. "Nima degan tamlik? Nima degan tamlik?" debdi Leopold. "Men qishliq mo'g'u tamlik pechiniga hammadan bak omroq." Leopold pechinining uvog'ini terib yeyish bilan bo'lib ketib, ehtiyotsizlikdan Zahraga so'qilib ketibdi. Buni ozdab, yana uning putug'ini dasivapti. "Voyjon, bu yerda kim bor? Qandoq narsa bu?" debdi Zahra. U Leopoldni ko'rolmasimi, ammo uni tuta oladi ekan. "Voy xudoyim, sening putung nima degan cho'ng? Tuklaring nima undoq uzun? Sen nima degan cho'ng-a? Itdanmi cho'ng ekansan? Otning cho'ngligida bor ekansan. Men seni ustingga minib boqsam bo'lamdi?" debdi Zahra hayronlik bilan. Leopold g'udingshib o'zining ma'qulligini bildiribdi. Shuning bilan Zahra uning dumisiga yamishib chiqib, uni minib ko'cha aylanibdi. Ko'chadagi kishilar bu ahvolni ko'rib ko'zlariga ishonmay qilishibdi. Qarasa bir kichik qiz bola bo'shliqda laylab mangan. Uning ostida hech qanday narsa yo'q. Ba'zi odamlar bu ahvolni ko'rib, hayronlikda shilapasining tushib qolganini to'ymay uylariga qochibdi. Leopold bilan Zahra bu ahvollarni ko'rib kulishibdi. Ular intayin xushal bo'pti. Leopold Zahrani to'liq yaxshi ko'rdi ekan. Shunga u Zahraning maxsus uvoq targuchisi bo'lishni qaror qilibdi. Har kun atigini u Zahraning uyining sirtida uni saqlaydi ekan. Zahra bo'lsa uningga har doim uydagi eng yeyishlik pechinlarning uvoqlarini elib chiqib berdi ekan. Ham orqadilla uning dumisiga yamishib chiqib oladi ekan. Leopold Zahrani ustiga mindirib, uning somkasini og'zida tishlagan peti uni maktabga olib bordi ekan. Bir kuni biraylar maktab darvozasini taqashni unutib qopti. Leopold maktabning ichida pechin uvoqlarining purqini purab qilib, maktabning ichiga kiribdi. Avarchilik shuning bilan tang boshlanibdi. Tushlik tomoq vaqtida o'quvchilarning hammasi tomoq qochalarining quruqlanib qolganligini bayqabdi. Ko'pchilik tangli yig'lashibdi. "Voy xudoyim", debdi Zahra. "Leopold cho'qimish yerda." "Leopold degan kim?" hayronlik bilan so'rabdi o'qituvchi. "U mening ko'rinmas uvoq targuchim. Uning qo'rsqi har vaqt ichib turadi", debdi Zahra. Zahra hamma yerni silab yurib, oxir uni bir ustalning ostidan tepib olibdi. "Sen bu yerda ekansan-ku, voy kichik jidalxo'r", debdi Zahra. "Men sening burtingning ustidagi pechinilarning uvoqlarini ko'rib qoldim. Sen ko'pchilikning tushlik tomog'ini yeb tugitibsan emasmi?" Leopold qo'rqib ketganidan yig'lashga boshlabdi. U buni qasddan qilmagan ekan. Aslida
u balalar elib kelgan yeməkliklərini özü üçün elib gəlgən dəb oylab qalğan ikən. Boldi, dəbdi oxutquchi açığı bilan qapqını törüb durub. Siz onu öyünüzge apırıb, dərəxqi bağlab qoyun Zəhra. Bu uvaq tərgüçünüz hərgizmi u yer bu yerlərdə qatrab yürmüsün. Zəhra intayın xapı bopdu. U öyge qaytiş yolida Leopoldqa minib mi qoymapdı. Somkisini mi onunğa berməy, özü kötürüb meğipdi. Zəhra açıq bilan ayaqlarını taraqşıtqan piti aldı da, Leopold köngli yerim halda onun keynidi meğipdi. U bəkmi azaplanıbdı. Bu hal onun qorsqını texmi bək açırıb etibdi. Ular Kirəm əpəndinin bolqı pişiruxanısının aldıdan ötübdü. Derizinin aldıda mezlik, piçinə, tort və pörlər dızıqlıq ikən. Tuyuqsiz, qoyyıda qılğan avaz ilən təng, xuddi sehir işlətkəndək barlıq piçinə, tort və pörlərinin həmmisi qayıb bopdu. Vay Xudayım, dəbdi Zəhra. Kirəm əpəndi koçuq yügürüb çıxıbdı. Qutuldurunlar, Saqçı əpəndi, oğru bar ikən, dəbdi o varqırab. Saqçı dolqun yügürgən biti onun qışığı kəpdi. Saqçı əpəndi, bu qızcaqni qol qılın, dəbdi Kirəm əpəndi varqırab durub. O boyu menin dükkanımdaki 5 tortni, 14 pörünü, 12 bolaq piçinini oğurluq ciyəvətdi. Bu qandaqmı mümkün bolsun? Bu qızcaqның özü bir bolaq qatlımı bolqı çoğunluqıda tursa. Dəbdi Saqçı dolqun işenmegen qiyafətdə. O qandaqmı oyuncu olay köp piçinə, tort və pörlərni yep bulalısın. Mən qılmıqan dolqun əpəndi, rastılı mən qılmıqan. Bunu Leopold qılğan, o menin məxsus uvaq tərgücüm. Bugün onun qorsqı başqıçılı içib getibdi. Dəbdi Zəhra özünü axlab. Qutuldurunlar, toxtu deymən. Vay Xudayım, bu dəhşətlik boran qandaq peyda boldu. Yan tərəfdəki milçmanlar dükkanının xocayını bar avaz ilə varqırabdı. Onun dükkanıdaki alma, şaptul, kava və piçinilərinin həmmisi bir-birləb qayıb bolğul durubdu. Mən Leopold'un kavını mı yaxşı gördüğünlüğünü bilməbdi mən. O əzəldən yep baxmağan, dəbdi Zəhra. Biz Leopold bazardaki həmmə nərslərini yep tügütüşüdün burun tutuluşumuz gerek, dəbdi Saqçı dolqun. Dəl muş vaqtda qulaqni yarğudək avaz anlanıbdı. Saqçı dolqun ciddiləşkenidən avaz çıqqan tərəfə yügürübdü. Onun Saqçı şəpkisi mi beşidən uçub getibdi. Onun qolida tapançısı mı var ikən. Bu ağahlandır signali, dəbdi dolqun yuqur avazda. Bankaga oğru kiribdi. Saqçılar saqçı maşinalarini qoyunıştib bank tərəfə yürüb ketibdi. 50 yaqin saqçı qolida kaltak və tapançalarını götürüşüb maşinadan chiqdi. Banka direktori meyitsini mushlab yig'layotgan ekan. Hammasi yo'qolib ketdi. Bir koyluq, bir mo'luq, bir tiyinliq pullarmi qolmadi, debdi u isadab turib. Bankimizdagi pullarning hammasini bu suzuk havo sümürüb elib kirib ketdi. Men kesib aytamanki, buni cho'qim bekor talatdan birsi qildi, debdi bir saqchi kesibla. Yo'q, menchi buni ochko'zdan birsi qilgandek turdi, debdi yana bir saqchi. Undaq emas, buni bekor talatdan birimi yoki ochko'zdanmi biri qilmagan, debdi Zahra. Buni cho'qim Leopold qilgan. O mening ko'rinmas uvaq targüchüm. O pul yeyishni yaxshi ko'rmaydi. Men jazmlashtirmanki, o bankining pullarini cho'qim qaytarib berdi. Leopold pullarning ta'mini rostila yoqtirmaydi ekan. Chunki pullar intayin ta'msiz ekan. O pullarning hammasini qusib chiqarib etibdi. Shuning bilan ko'chaning hamma yeri pul bo'lib ketibdi. Ətrafdaki hamma odam pullarni terib bankaga akirishga boshlabdi. Men uni tutib oldim.
Kamp dükkününün xo'jayini Farida xonim kamp dükkünidan yugurib chiqib, Leopoldning quyruqidan mahkam tutib oldi. Atrofni kamp qog'ozlari qoplabdi. Voy xudoyim, yana Leopold ekan-ku, debdi Zahra taqatsizlanib. Yuringlar birodarlar, debdi soqchi Dolqun va boshqa soqchilarni chaqirib. Biz bu vaqt teriydigan ko'rinmas ablahni qorshab tutib turmaga solayli. Agar biz uni ko'ralmasak, uni qo'lga ololmaymiz, debdi soqchi boshlig'i. Biz uni cho'qim qo'lga olishimiz kerak boshliq. U bozorimizdagi hamma narsalarni yeb tugutayli deb qoldi, debdi soqchi Dolqun qat'iylik bilan. Men qandoq qilish kerakligini bildim. Biz uni sizib chiqayli. Biz uningga rang bersakla uni ko'ralaymiz, debdi soqchi boshlig'i. Ha, bu intayin qiziqarli bo'ladi. Zahra xushalligida chavaqchilib ketibdi. Men buni nemishqa o'ylashmagandiman. Biz tarixdan buyon ko'rinmas uvoq targuchini ko'rgan tunji kishilar bo'lib qolamiz. U Leopoldning quyruqini seriq rang bilan bo'yabdi. Zahra Leopoldning dumisiga qizil va seriq rangli tuz siziqlarni sizibdi. Arqadilla uning keynidagi ikki pachiqini so'sin rangda, putini seriq rangda bo'yabdi. Sen cho'qim yaxshi armak hayvon bo'lasan, debdi Zahra. Leopold agmach kelgan quyruqini pulang'ishtirib qo'yibdi. Zahra yana uning oldidagi ikki pachiqini seriq rangda, putlarini so'sin rangda bo'yabdi. Arqadilla uning quliqini seriq rangda bo'yabdi. Tuz bo'ling, debdi soqchi boshlig'i aldirab. Bizga uning yuzining qandoq ekanligini ko'rsating. Zahra so'sin rang bilan oq rangda uning ko'zlarini bo'yabdi. Leopold uningga ko'z qisib qo'yibdi. Zahra ham uningga ko'z qisib qo'yibdi. So'sin va seriq rangli siziqlar uning burniga bak mos keladi, debdi Zahra. U Leopoldning burnini bo'yab uchiga kelganda uning yana narsa yeyotganligini bayqabdi. Asta, u yana narsa yegil turibdi emasmi? Debdi Zahra. Uni tutib oling. Soqchi boshlig'i vaqirashga boshlabdi. U degan mening tushlik tomoqim edi. Lekin ular bak kechikibdi. Leopold eng oxirgi bir tal uvoqni qo'ymay yeyibdi. Men uni qo'lga olmayman, debdi soqchi boshlig'i. Men bundoq to'ymas tushlik tomoq o'g'risini turmaga solmayman. Uni hayvonotlar bog'isiga opirib qo'yinglar. U da Leopoldga o'xshashlarning borar joyi. Ajab yaxshi bo'ldi, debdi Zahra xushalligida. Leopold u yerda cho'qim illiqlik his qila oladi. Uning ustiga u yerda nurg'ulg'an bo'lgi uvoqlari bor. Har kuni nurg'ulg'an kichik do'stlar hayvonotlar bog'isiga Leopoldni ko'rgili keladi ekan. Ular uning dumbisiga minib, uning burniga yamishib chiqib oladi ekan. Ularning hammasi uni intayin yaxshi ko'rdi ekan. Hamda uning uchun nurg'ulg'an bo'lgi uvoqlarini tayyorlab keladi ekan. Balalarning Leopoldga bo'lgan muhabbati barliq hayvonlarga bo'lgan muhabbatidan eshib ketibdi. Bir qatim tuyuqsiz yomg'ir yog'ib, Leopoldning badanidagi ranglarning hammasi yuyilib chiqib ketibdi. Shuning bilan u yana ko'rinmas bo'lib qopti. Balalar uni qochib ketdi deb o'ylab yig'lashibdi. Zahra bo'lsa bu yoq elib kelib, Leopoldga qaytadan rang beribdi. U burunqidan chiroyli bo'lib ketibdi. Mana hozir har bir qitimliq yomg'irdan keyin Zahra hayvonotlar bog'isiga berib Leopoldni bo'yab qo'ydigan bo'pti. Bir qitim Zahra uning badaniga bo'rk chambarak sizib qo'ygan ekan. Shuning bilan Leopold xuddi rasmdagidek bo'lib qopti. Leopold tuz siziqchilarga qaraganda bu chambaraklarni texmi bek yoqtirib qopti. Menmi uning bu holatini yoqtirdim. Balalar sizlarchi? Shuning bilan tugadi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat. Allohga omonat.